Salom hammaga, sizlar bilan Konor PUBG. Bugungi videomizda GG Standoff OpenX qilib ko'ramiz. Ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi, lekin GG Standoffga endi PUBG Mobile ga 100 chiqarsalar bo'ladi, ya'ni PUBG ga 100 chiqarsa bo'ladi. Bemalol kirishlar mumkin. Agarda hozir biz OpenX qilib ko'ramiz. Agarda sizlar balans to'ldirmoqchi bo'lsanglar, pastga kashortni bosib, любой kartadan Paymimi, Humomi, Visa farqi yo'qmi, Uzcardmi shunday kiramiz va tanlaymiz va eng kam 50 ta hisoblatgan 50 bo'lsa taxminan 8000 bo'ladi. OpenX'lar omadli bo'lish uchun omad promokodini ishlatasizlar. Albatta, omad Qo'rqib ketdim. promokodini ishlatasizlar va balanslarga 20% qo'shib beradi. Ko'rsizlarmi, pastda mana 20% qo'shib beryapti. 100 berish kerak, lekin sizlarga 120 G coin beryapti. Hop, boshqa narsaga o'tib ketdim. Ko'ryapsizlar, bu juda ham zo'r narsa. Hop, bu yerda yana battle o'ynasalar bo'ladi, kontrakt o'ynasa bo'ladi, upgrade qilsa bo'ladi va case'lar olsa bo'ladi. Albatta biz hozir case ochamiz. Hop, eng muhimi hozir bizlar 1500 da, ya'ni taxminan biroz 150 mingga ochyapmiz. 150 ming balans to'ldirib olganmiz. Hop, 155 minus berdi. Hozir OpenX qilib ko'ramiz. Omadli bo'larmikan yo'qmi ko'ramiz. Xo'sh, to'xtana shu bo'lsa endi. Faqat bitta bir yomon taraf bor, u ham bo'lsa narxlarni ko'ra olmaysizlar. Xo'sh, kes ochib ko'ramiz va hop, kes ochib ko'ramiz. Boshqa nima qilardik? Mana bu kes yoqib turganda transport degan ko'ramiz. Ochib ko'ramiz. Kattaroq kart tushib qolsa yaxshi bo'lardi. Va musulmi bu? 396. Yaxshi plus. Hop, ochib ko'ramiz. Ko'p vaqt qilmayman videoni va menimcha yaxshi. O'tganda tushganda menimcha yaxshi. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? 674 yaxshi. Hayronatda ochib ko'ramiz. Balansimiz 2,5 yoki 2000 qilganda to'xtataman. Janoqa ko'p OpenX qilish niyatim yo'q. Albatta sizlar ochib ko'rishlar mumkin. Bu necha? Balanslar Qo'rqib ketdim. to'ldirganda yaxshi. Balanslar to'ldirganda omad promokodini ishlasanglar, 20% omad qo'shib bersa sizlarga omadliroq bo'ladi. Yaxshimi? OpenX'lar 900 yaxshi bo'ldi. Все, 2500 balans. Menimcha juda ham yaxshi. 1500 da boshlagandik, 1000 plus ko'rdik va sizlarga hozir bitta narsa ochib 100 chiqarishni o'rgatib o'taman va hozirda 100 chiqarishni o'rgataman. Masalan, hozir 250 tushdimi? Ana shuni sotmaymiz va menyuni bosamiz. Tepada mana bu nima bor? Ana shuni bosamiz. Belgi ko'rsatib qo'yaman videoda. Va buni получить skin degan bor. Ana shuni bosamiz. Получить skin degandan keyin bu yerga ID'laringizni yozasizlar va dalini bosamiz. Va bitish ko'rib davom etamiz. Ko'ryapsizlarmi? 96 pul coinga eng kami 600 beryapti. Bu yerda bizga 120 ming beradi. Bu juda ham zo'r yaxshi narsa. Va продажитda bosamiz. Bo'ldi. Keyinchalik sizlarga kod beradi. Ana shuni olib to'g'ri Midasboyga tashlab olasizlar. Midasboydan albatta buni hamma bilsa kerak va qayerga keladi desanglar, xo'p, mana buni bosamiz. Va mana yuborishga ketdi. Men hozir 120 olib qo'yganman. To'g'ri yuborsanglar bo'ladi. Midasboyga kirasizlar va 100 ni bemalol yechib olishlar mumkin. Albatta, aytgancha, agarda sizlarga любой promo kod kerak bo'lsa, masalan,
Buldropga yoki Digistanovga promokod tashlab beraman. Bugundan boshlab bemalol kirishinglar mumkin. Kommuni Buldrop Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar bo'ldi. Har kuni promokodlar tashlab qoladi. Shu mana buni yozsanglar bo'ldi. Kommuni deb chiqadi. Xo'p, hammaga xayr. Videoni ko'rganlar uchun hammaga rahmat. Hoppalar, biroz vaqt o'tdi va avvalroq 100 kelganda 100ni mana ko'rishlar mumkin. 100ni vash kod 100 deganni bosamiz va ikkita kodni olib Midasvoyga tashlaymiz va sразу 100 lar akkauntimizga tushadi. Digistanovda bemalol olishlar mumkin 100 ni endi PUBG Mobile'ga. Albatta, yana bir aytaman, videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va kommentariyada o'z izohingizni qoldiringlar. Telegram kanaliga o'tib qo'yishdi.